Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar. Yaxşımsızlar? Ben riyasatçı dostumlar Aynur Ahmet. Radyo tulqunlar arqılı sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Bugungi adabiy anlık sahifamizda biz Abduhalil Abdukevirning Heliqi ayol nomli hikoyasini olamiz. Diqqatinglar sahifamizda bo'lsin. Yenik silkinib, qo'shqi qatqan buqudek eg'ir pushildab kelayotgan ko'cha avtobus bekat to'xtadi. Xelidan beri bu yo'llarni g'ozning bo'ynidek so'zib, avtobus saqlab turganlar o'lash-jo'lash avtobusga chiqishdi. Oy! Qanayam? Yakasizlarmi yaka? Ma avtobus vaqo, suv quyganga mangmaydi. Avtobusni savla. Acha, peki oturalım bir doğrum ba. Kimni acha davatsız? Acha. Oy sizin davatma, niye doğrum ba da sizin oturuyorsun digendim. Olturamdım, örtüramdım ben bilen nemi çatırdınız. Pek oltağınız olsa özünüz oturuşunuzu bilin ha. Da qımlaşmağa ayallar mı? Oy şu sizni örtürüp tutilip kalmışsın digendim. Tutqunumdan bağdır ba. Örtürgü çilgin ba menin. Manda oqsaqalgin ba o. To'qildim. Yaxshi ko'nglim bilan sizga o'rin bo'shatmasam, nimga tillaysiz? Oy, nimanda atqachi nima bor? Kut ko'zim kirib oldi. Atqachilik qilib nima ish qilibdi? Men o'rin bo'shatmasam xato qilibdim-a? Qo'lisini dadvami bu xotinni? Hey! Senin kalağına derdi var ki. Kalağına derdi olmuş beni ağaca da çakıramdım. Qarang, adam yuzi bilan sizni hurmat qilib turdim. Ağaca deganga bir yerimiz tushib qolamdi. Maşının ayniga qarab beqib meni ağaca da çakırcımı. Sendeklerge ağaca olduğanıcı, bana da yan yetti kapak pişiği var. Yer var mı gidiyordu? Ay tutlaşma ne? Ne oldu? Men ayna qaramdim. O'zim sobdan aynaga qarab beqim. O'zim bilmaydim. Hey, özlemde bilemde bilmemde bir oppandı sonra. Apam bizden işe tatsız. Apam sizge demiş kılan. Yaxşı ko'nglimda o'rin bo'shmagan xatoma. Oy tova ko'rmadim bu ishqiliqni. Oy tova ishki qiz gap qilib qo'ysam, ko'zingni yunusni yiqitib maqaqlarni yistashlarni qo'zg'ayotam sen. Ay bo'ldi urushmang bo'ldi. Demisatchilik bu. Bir bo'nchadan qochib urushchi, bir-birini yo'l versanglar bu. Shu emasmi? Bu degan avtobus urushadigan joy emas ya. Faqat xijil bo'lmaydi ekan bular. Shu emasmi? Yaxshilik yomonlik degan mushida. Chiroyli o'rin bo'shatgan. O'zini bilib rahmat deydigan gap aslida. Acha, nimada qamlashmoqqa ayolsiz? Bir chiroy o'rin bo'shatib mana qaqshirg'ashganma. Anda bu jonlavni. Oy! Hey qasınlarına nime ders ketdi? Ha? Nime ders ketdi? Kimning acisiga? Acisini tepek acı da olsun. Vay bo'ldi. Bu sizning jidal majra qilgan yerlar emas, mana bu. Chiroyli hurmatini qilib, o'rin bo'shmaganki saytlashimiz bo'lmamda. Vay sana nime qo'ydi endi? Oldin qarab mashina neydigine? Nime nervamga tegdi? Yeli bir yak istonma? Nime jinimga tegdi bu? Shopir qasmoq. Voy, numusi qilish bilanmi ya? Ma deganing vaqo, omma yaptınız. Tushib kelsa bo'lmasa. Shu Gasilmamdi va. Menimcha haqasinglarga o'xshash pul to'lab chiqqanman men avtobusga. Voy, chiqib kelsam chiqib ketdim. Tak mang'ıçılgın bu ses avtobusini qisib o'tamisanmi? Hey, to'xta mashinangni. Voy, Oy, nima qilsiz? Oy, qarang'utimmi ma'va? deganda bir top sarongning orasida qoldim men. Sen bunda qamlashmaga ayollar. Ozroq bakida. Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar. U ayol heliqi oq ko'ngil qizni qattiq qo'saq ko'piga qo'yish bilan tang avtobusdagi bir muncha kishilarni parakanda qilib qo'ygunicha avtobusdan tushib ketdi.
u ayolning avtobusdan tushib ketishi bilan bu hikoya mushu yerda tugasinmi? Va yoki boshqalarga yordam qilaman deb ko'ngli azar yegan qiz mangu nadomat qilish kerakmi? Yo'q. Taqdir hargiz undaq adolatsiz emas. Birovga yaxshilik qilganlarning tatgan azobidan o'qirmanlarni umidsizlantirishni xohlamagan yozuvchimiz bu hikoyaning davomini shuncha ustadlik bilan yozib chiqdi. Qani bu hikoyaning davomiga quloq solg'aysizlar. Ne bo'g'atdingiz ukam? Muzga telib yiqilib tushdim acha. Ne og'ramdi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bunday qilsamchi? Yo'q, 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 yo'q. Bu emasmi? Bunday yechi? Yo'q, yo'q, bu emas. Andichi? Bize ağırıq ba, bize ağırıq ba. Maschi? Yo'q, yo'q, bizda ağırıq yo'q. Mağmasış birin ha? Yemeye dondağız. Ne yapsamchi? Ağrıydı. Og'ramda? Bunday ketasamchi? Voy, voy, voy. Oyey. Bu yana. Voy canım. Oy puta. Andichi? Yo'q, yo'q. Uka. Vay sana. Andichi? Uka. Bize ba, ağırıq bize ba, voy. Vay Ha? canım uka. Asal top turunglar ha? Mechu? Voy can! Voy. Voy, putam! Voy, voy, voy. Ha? Nishama? Voy, voy. Bu yana. Cho'ng aqasi yo'q-ku, shu payt uchib ketibdi. Biroz top turing ha? Men hozir tangib qo'yma ha? Ukam. Ha? Canım ukam. Ukam? Ukam. Ukam. Vay. Boşluq doktorxonaga ketaman. Ha? Chaqchaq Voy otamsan. voy 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 voy. Tezroq yo'l. Boshqa doktorga olib borsam o'xshash mushta davolaydi. Voy, Qo'rqma. undaq emas. Menga. Canım ukam. Bo'ldi. U gaplarni deyishmayli. Menga. Qani, bu yerga kelib o'tiring ha? Ovayla. Voy. Voy voy voy. Voy. Og'rib o'tamdi. Acha. Yo'q. Og'rimadi. Ukam. Shundaq bir chaqlarda siz ko'zga ilmagan kishilar o'ylamagan bir chaqlarda sizning beshingizni silab qilishi mumkin. Bir chaqlarda siz yoqtirmagan ham ko'ngliga azor bergan kishilarga bir chaqlarda siz muhtoj bo'lib qolishingiz mumkin. Dunyoni nafrat emas, muhabbat o'zgartirdi. Faqat mehr muhabbat bo'lganligi uchun dunyo go'zal. Hayotlik hammamizga